Tak, assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa ikkinchi hafta spina qo'lni orqasi mashqlarini boshlaymiz. Trenovkadan olib ham ko'rib olamiz spinani. И после тренировкаdan keyin bitta ko'rib olamiz. Kuzatishda davom etinglar. Cho'tki trenovka bo'ladi. Sport добавкalarimni ichib oldim. Arginin, kreatin обязательный, vitaminlar portlovchi energiya beradi, mazza ishlayman. Citrulin tomirlarni kengaytirib, qon aylanishini yaxshilashga, bitalanin albatta pumpga zo'r. Bitta ham qolib ketdi, bitta ham ichishim kerak edi o'zi. Kardioga boshlaymiz. Tak. Zinani boshlab oldim. Sochim sal o'sib ketgan, e'tibor bermaysizlar. O'sida ham shunaqa qilib yuraman, lekin bu juda ham o'sib ketdi. Oldirishim kerak. Ko'pincha Jizzaxga borganda, Jizzaxlayman. Jizzaxga hafta oxirlari borganda oldirib kelaman, lekin hozir mashinamni sotganman, boshqa mashina olaman deb. Shuning uchun Jizzaxga bora olmayapman. Shuning uchun sochim o'sib ketdi. Bitta sartaroshga sochimni oldirib o'rganganman. Yaxshi oladi, o'zimga yoqadi. Toshkentda ham ko'pchilikga oldiraman. Yoqmaydi, juda ham buzib qo'yishadi. Shuning uchun iloji boricha Toshkentda oldirmasdan Jizzaxda oldirishga harakat qilaman. O'sib ketsa ham. No bukitsa bo'lmaydi. Hafta oxirigacha yetib bora olmaymiz. Bugun erta oldirib olishim kerak. Albatta musobaqadan kelgandan keyin litseynilarimni oldim. Har bitta musobaqadan keyin обязательный 20 kun kapelnitsalar bilan jigar, buyrak, aminokislotlar, qon aylanishini yaxshilashga hamma narsani garmoniyadan to'g'rilab 20 kun litseyniya bo'ladi. Bir oycha qanday kurs qilinmasdan dam olinadi. Dam olib, mana endi hozir o'zimni yaxshi his qilib yana podgotovka boshladim. Podgotovka paytida ham har 20 kun bir oyda analiz topshirib, nima analiz buzilgan bo'lsa, davolanib keturaman. Jigarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, podgotovka payti ham jigarga kapelnitsalar olib ketaverasiz. Bu katta qo'rqinchli narsa emas. Kichkina o'zgarishlar bo'ladi. U oddiy odamlarda ham bo'ladi. Yaxshi o'zgarish uchun sog'lig'ingiz mana bu yoqda ham emas, bu yoqda ham emas. Naborot, oddiy odamlarga ma'lum bo'lsa, sizni tepada turish kerak. O'shanda yaxshiroq o'zgaradi. Shuning uchun sog'lig'ini o'rvinga emas, o'rvindan ham yaxshilashga harakat qilish kerak. Tak. 15 minut yurib oldim. Qarasam yoqdi. Mazza qilib 15 minut yurib oldim. Terladi, cho'tki. Gaz bo'ldi. Yetadi. Har doimgidek turnik olaman. Yes! Bruce, go! Kechagi grut trenirovkadan keyin grut cho'tga og'riydi. Yaxshi nagruzka oldik. Tak, spina ishlaydigan kunim 2 podходkani ishlab olaman, chunki o'z spinada ham как turnik go'shqaga trenajyorlar bilan boshlangani uchun ham 2 podход ishlab sal jo'shqishni boshlab qizib olaman, yetadi. Ikkinchisiga men bu narsadan ushlab beraman.
Yes. La. La. Ah. Up. 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 Yaxshi. Bugun ancha o'zini yaxshi his qilyapman. Nastarenim ham yaxshi. Kimdir buzib qolmasa agar. Ketti birinchi упражнение boshlaymiz. Ketdik, ras. Juda ham zo'r beradi trenajyor, yoqadi menga. Qanot teglari bilan beradi. Muhtasham deydi-ku. Baba. Nah. Zo'r. Chotki. Yoqadi menga. Yep, bari. Ketdi. Hop, ketdi. Bitta. Qiynadi. 80 114. 15 ta. Tak. Keyingi упражнение uramiz. Жесткий qilib. Aba. Up. Ya. Ozgina og'irlik qildi. Shu eski zo'r ishda yurgan paytlarim vesini qo'yayapman. Sar 2-3 ta kamaytirib keyin podxod ishlayapsa bo'lmaydi. Chunki qo'lga ko'p nagruska chekdi, spina uchasi qilmayapti. Og'ir ko'tarishing mumkin. Agar spina his qilmasdan kuch bilan qo'l bilan ko'tarsang 70% qo'l ishlab qoladi. Shuning uchun yengilroq esda spinani his qilib ishlash kerak. Ozgina yengillashtirib olib, keyingisini boshlaymiz. Yes. Up. Endi spina his qilib. Oba. Aba. 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 Woo! Suv ichish kerak, suv. Zalda bugun odam kamroq. O'zi bu kunlarda odam kamroq zalda. Yuzal shogirtlarim shu kunlari trenirovka qildiraman, odam kamroqlik uchun. Narigi kunlar dushanba, chorshanba, juma bo'lgani uchun hamma bir o'zbeklarda gap bor, dushanbadan chiqaman. Hamma dushanba keladi. O'sha tog' kunlari, nima deydi, dushanba, chorshanba. O'sha kunlarda odam ko'proq. Ana ikkita упражнение ishladik. Tak. Suv bitti. Boshqa olib kelamiz.
Up. Up. Yes. Woo! Biraz geçtik. Keyingi mashqqa o'tib olamiz. Yeah. Woo! Yengil boshladim. Birinchisini chunki ancha bo'ldi bu упражнение ishlamaganimga. Belimga nagruska tushmasligi uchun. Keyinchalik buni 100-200 ga chiqaramiz bolalar. Hozir endi formaga qaytish uchun sekin-sekin yetib zina bilan formaga chiqib olsak pikka. Keyin rostdan akasiga halkalarni asoslanadi. Yebari. Ep. Woo! Hali emas, hali kichkina. Hali kichkina. $10 kiloli yo'q aka. Ha, bor aka. Azga dam oling, o'chirib turing. Vah! Zo'r. Juda ham yoqtiraman упражнение, ba'zi zo'r beradi. Orqa go'sht shundoq. Bunaqasiga o'stirishga mazza qilasan. Spinani tegi kam bolalar, tegini o'stirishim kerak. Shuning uchun ham Aleksandr Martin mening trenerim musobaqalarga tayyorlaydi. Spinani tegiga mana bu mashqni bergan, buni o'zi trenajori bor. Mana bunaqa ishlanadi, u trenajor bu yoqda yo'q. Shuning uchun bu trenajorni o'zim yasab olishimga to'g'ri keldi. Yasab olamiz va ishlayveramiz. Ketdik. Shuning uchun izlansanglar, любой narsani iloji bor. Mani zalimda yo'q, bu narsa bunaqa ketmaydi. Muhimi mishdan his qilib o'ylash kerak, izlash kerak. Aba. 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 Yes. Четкий. Е. Ya. Zor. Давай. Aba. Osonmi chempion bo'lish? Davay, osonmi senga pro karta uchish? Osonmi senga Mr. Olimpiya bo'lish? Osonmi senga Jizzax chempioni bo'lish? Osonmi senga? Yaxshi zo'r beradi упражнение. Ishlash kerak bo'ldi.
Xudo xohlasa 11-mayda Jizzaxda chempionat bo'ladi. Mehmon sifatida chaqirilganmiz. Ham Jizzaxliman. Boramiz, zo'r shou ko'rsatiladi. Chempionlar polni musobaqani videoga olib, chiroyli video qilib qo'yaman. Zo'r musobaqa bo'ladi, qiziq bo'ladi. Musobaqa haqida ham ozmi ko'pmi ma'lumot olgan bo'lasizlar. Qanaqa bo'ladi musobaqa, qanaqa o'tadi, sahna o'rtasida nima bor. Hammasi haqida qo'yaman. Bodybuildingni sizlarga nimaligini tushuntirmasam, O'zbekistonda hech kim bodybuildingni bir ochib bergani yo'q. Nima bo'ladi, qanaqa musobaqa, qanaqa baholanadi. Og'ir bo'lib ketdi. Juda ham tez joyiga qaytaramiz buni. Tortib bo'lmaydi uni bir qo'lda. Up. 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 Zo'r. Maza qildim. Yeah. Endi aylantirib, bunaqasiga ham urvoraman 5 ta. Zo'r. Agar ma'lumotlar, trenirovka jarayoni sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta YouTube kanalini podpiska qilib, podpiska bosib, Instagram kanalimga ham Instagram kirasizlar, yo'l berasizlar, ham yozib qo'yilgan. Kirib turib, bitta podpiska tugmasini bosib, qani savollarni beraverasizlar. YouTube kanalimda trenirovka jarayonida savollarni ko'rib, javob berib ketaveraman. Ham sizlarga foyda, ham menga foyda, men rivojlanadi YouTube, Instagram. Ham sizlar ham o'sha bilmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni o'rgangan bo'lasizlar. Maksimalniy poddeşki deb o'ringlar. Sizlar ko'tarsanglar, men ko'tarilaman. Gaz. Hammaga tavsiya beraman. Mana shunaqa arqon bo'lsa arqon yoki o'sha crossover trosini qo'yib ishlasanglar, ko'proq orqaga tortiladi. Mana bu anaqa V nasatga mantiqli tegib qoladi. Bu ko'proq orqaga tortilib, spinani ko'proq yig'ilishiga olib keladi va yaxshiroq ishlaydi. Chem Vdan ko'ra. Yaxshi. Aba. Stani yorib tashlaymiz. Bo'ldi. Cho'tki qilib.
Qo'lim ushlamayapti. Orasiga zajim olib kelmayapmi? Zajim yo'q qo'lniki. Ha? Tak. Qo'lni zajim boladan mana topib keldik. Lamka. Lamkami? Lamka deyiladi. Oy. Buni chotki o'raysizlar. Keyin mana barmoqqa uncha og'irlik tushmaydi. Mazza qilib ishlaymiz keyin. Qani? Ketdik. Sal uski ushlab qo'ydim. Uncha yoqtirib qilmayman bu operatsiyani, kamchilayman juda ham. Lekin endi bu yog'iga ko'proq ishlash kerak, o'zi pro o'rganga yaqinlashib qoldim. Shuning uchun endi ko'proq hamma operatsiyaga ahamiyat berib, dangasalik qilmasdan ishlasam natijaga erisha olamiz. Pro bo'lamiz. Pro bo'lgandan keyin xudo xolisi bu yoq sekin ketadi, chotki bo'ladi. Oxirgi podxodimiz. Keyin qo'l orqasiga o'taman. Come on. Like wait up. Bo'ladi. Zo'r. Shu bilan bosib qo'ydingizmi? Shu bilan spina mashqlarni tugatib oldik. Qo'l orqasi. Go. Tak, qo'l orqasini boshlayman. Buni seti bor. Yes. Charchadim. Yaxshi trenirovka bo'ldi. Yaxshi. Oson emas.
ishlash kerak. Zalda odam ko'payishni boshladi sekinlikni. Qiziq bo'ladi. Zalda bilmayman nimaga shunaqa. Zalda odam bo'lsa, mazza ishlaydi. Zal bo'sh bo'lsa qanaqadir ishlagim kelmaydi, izlanim ham bo'lmaydi, xuddi pam bo'lmayotgandek his qilaman o'zim. Zalda odam bo'lsa, ishib qanaqadir mazza qiladi. Odamlar menga qarayaptimikan deb o'ylaymanmi yoki YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Shamshod yaxshi bola, zo'r bola. Zo'r trener. Vaqtida men ham bitta musobaqaga chiqishimga yordam bergan. Ancha payt musobaqalarga chiqmadim. Keyin o'zi ancha bularni bilimi o'tib ketgan. Keyin kelib Shamshoddan ham ko'p narsa o'rganganman. Bilimi yaxshi, zo'r. Eng yaxshi ko'rgan upражнениyalar bittasi bo'ladi. Chotki ishlaydi, tezlik. Vot, zo'r. Mazza qilaman. Baba. Chotki. Massani bor yaxshi bo'lyapti bolalar. Kurslarim ishlashni boshladi, o'zim sezdim. Ham chunki yaxshi bo'ldi. Ochqab qoldim sirazi. Ovqatlanish kerak. Bir posta protein ichib olamiz. Keyin davom etamiz. Proteinni orada bitta protein ichib olaman. Xonada. Ko'p ichib oldim. Qilib oldim. O'sha pressga kelganda ozgina silab elashib qoldim. Charchadim. Press boshqa kunlarga ko'chirib olaman menimcha, kardio bilan pressni. O'shanda yaxshiroq bo'ladi. Ishlab olaman hozir. To'rt podxod trenajyorda. No, ikkita shtuk pressni ishlamayman. Baba. Böyle ikinci kapan. Kolu arkası maşılarımız tüyeli. Pump kuramiz. Zo'r pump qo'yganda ochish qiyin bo'ladi.
Shu bilan bugungi trenirovka videomiz tugadi. Albatta Instagram va YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Maksimaliy poddeshkada bo'ling. Keyingi trenirovkalarda ko'rishguncha. Let's go.